Hammaga salom, siz bilan Jo'rbek Ibragimov kanalidagi yangi videoga xush kelibsiz. O'rtoqlar, Spider-Man Remastered mavzusiga yana qaytamiz. Biz bu o'yinni 20 mingta replikasini, ya'ni 30 mingga yaqin replikasini aniqroq aytadigan bo'lsam, 20 soat kontentni o'zbek tiliga o'rganib chiqdik. Tarjima qilib chiqdik. Tekstli variantda, bu где-то 500 varoq tekst degani. Bularni hammasini xudo xohlasa endi aktyorlarni chaqirib dublyaj qildiramiz. Barcha ma'lumotlar, shu aktyorlar sostavi, kimlarni chaqirayotganimizni bilib turishni istasangiz, video o'yinga oldindan buyurtma bering va mana bu yopiq gruppamizda ko'rib turing hamma jarayonni. O'sha yerda bo'layotgan o'zgarishlarga fikr bildirib, o'zingizni hissangizni qo'shib tursangiz bo'ladi. Biz tarjima jarayonimizda, ya'ni kimni chaqirayotganimizda balki qaysidir aktyorni taklif qilarsiz yoki nimadir o'zgarish taklif qilarsiz va biz buni inobatga olarmiz. Bevosita o'sha ta'sir ko'rsatishingiz mumkin bu jarayonga. Shunday ekan, bizni qo'llab-quvvatlanglar. Shu oldindan buyurtma berish orqali biz xudo xohlasa yaqinda dublyaj boshlaymiz, dublyaj tugatamiz va o'yinni sizga topshiramiz. O'rtoqlar, menimcha sizlarga yoqadi. Blogerlar bizni tomosha qilayotgan bo'lsanglar, ba'zi blogerlar bizni tomosha qilayotganini bilaman. Iltimos qanaqadir hissiylarni qo'shinglar, mana shu ma'lumotlar tarqalishi uchun. Geymerlar, ya'ni bu narsa qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan obunachilarga mana shu ma'lumotlar yetib borishi uchun ozgina yordam berib yuboringlar. Ko'rayotganinglarni bilaman. Shunaqa o'rtoqlar. Bizgacha kimnidir vaqti bo'lmayotgandir. Endi to'g'ri tushunamiz, hammaning o'zining muammolari, hammaning o'zining qiyinchiliklari, vaqti tig'izligi, shu narsalar bo'lsa kerak. Endi bizga qanaqadir qo'llab-quvvatlashga vaqt bo'lmayotgandir. To'g'ri tushunamiz. Hechdan ko'ra kech o'rtoqlar. Agar mana shu gaplarim yetib borgan bo'lsa, hechdan ko'ra kech. Ko'p narsa ayta olmayman bu safar, chunki deyarli hamma narsani qilib bo'ldik. Endi men hozir chuqurlashadigan bo'lsam, kodlarni qanaqa qilib kiritayotganimizgacha gapirishim kerak bo'ladi. Menimcha u dasturchilarga va bizni raqobatdoshlarimizga qiziq bo'ladi. Xudo xolasa nihoyat yaqinda o'yin chiqib qoladi. Hammamiz intizorlik bilan, intiqlik bilan kutyapmiz buni. Tomoshachi katta rahmat, xayr, omon bo'ling.